أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Omir ibn Tufayl G'atafon qabilasining ko'zga ko'ringan shaxslaridan edi. U Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'ldirmoqchi bo'ldi. Shu odam bir kuni Arbad ibn Qays ismli qabiladoshi bilan birga Madinaga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning musulmon bo'l degan takliflarini qabul qilmadi. Unda u odamning maqsadi nima edi? Tijorat uchun kelmagan yoki do'st qarindoshlarini ziyorati uchun kelmagan. U Madinaga men islom dinini qabul qilmayman deyish uchun kelmagandir axir. Ikkinchi ko'rishuvda unga yana musulmon bo'l deb taklif qilindi. Bu gal sal-pal yumshagandek edi. Xo'sh, musulmon bo'lsam menga qanday huquqlar beriladi dedi. Hamma musulmonning huquqi qanday bo'lsa, sening huquqing ham shunday bo'ladi deyildi. Omir hammadek bo'lishni aslo xohlamas edi. O'zini juda balandlarda ko'rar, balandlarda uchib yurishni havas qilardi. Nihoyat shunday bir taklif qilingandi. Xo'p, musulmon bo'laman, ammo bu ishni ikkalamiz sherik bo'lib qilamiz. Shahardagi aholi senga, sahroda yashovchilar esa menga. Sen o'lganingdan keyin o'rningga men o'tiraman dedi. Bu gapni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytgan edi. Bu taklif o'sha zahoti rad etildi. O'ylab ham o'tirilmadi. Omir esa turib chiqib ketdi. Sherigi ikkisi bir xilvatga o'tirgach, Omir xayolida pishitgan bir qo'rqinchli rejasini o'rtaga tashladi. U Muhammadni bir chekkaga olib o'tamiz. O'rtaga olamiz. Bir qo'ling qilichingda bo'lsin. Men uni gapga solib chalg'itib turganimda sen uni qilichleysan. Qilichingni sug'urib boshiga urasan. Kelishdek xotirjam bo'l dedi sherigi. Sultonul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam huzurlariga 3-marta kelishdi. Mumkin bo'lsa yolg'iz gaplashsak deyishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rozi bo'ldilar. Omirning ichida bir hayajon ko'tarildi. Rejasining ilk sahifasi osongina hal bo'lgandek edi. Endi gap Arbatda qoldi. Qo'rqmasdan bitirsa bo'ldi. Odamlardan xoli bir yerga borishdilar. Omir so'z boshladi. U anchagacha gapga tutib turdi, lekin Arbat qo'li qilichda turganicha qotib qolardi. Unda bir hayratli holat yuz berdi. Endi qilichini sug'uraman deganda qarshisidagi kishi Omir bo'lib qolaverardi. Boshqa tarafga o'tadi, hayrati battar ortdi. Chunki qarshisida yana Omir turardi. Shundan keyin Arbat bir u tomonga, bir bu tomonga o'tardi. Ammo har gal Omir ko'z o'ngida paydo bo'lardi. Shu ishni uddalay olmasligiga ko'zi yetdi. Uddalayman desa balki o'zining do'sti Omirni o'ldirib qo'yishi ham mumkin edi. Omirning yuragi siqila boshladi. Ora-sira ko'z qiri bilan Arbatga qarab imo-ishora qilib qo'yardi. Ammo hanuz bir ish chiqmadi. Suhbat ham cho'zilib ketdi. Biroq bir to'xtamga kelisha olmadilar. Omir har kimday musulmon bo'lishga o'lsa ham rozi bo'lmasdi. Unda kibr shu daraja baland edi. Gaplarini shunday qilib yakunladilar. Mana ko'rasan ey Muhammad, vallohi bu shaharni otlarga, yayovlarga to'ldirib tashlayman. G'atafondan minglarcha yigitlar olib kelaman. Har bir daraxtni tubiga bitta ot bog'lataman dedi. Bunga javoban Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh sening yo'lingni to'sadi dedilar. Suhbat shu yerda bitdi. Omir ketarkan, orqasidan Sayyidul Anbiyo ulug' Mavlosiga shunday duo qildi. Allohim, Omir ibn Tufaylni o'zingga havola etdim. Men uchun uning jazosini ber. Qavmini esa hidoyatga boshla. Omir Arbat bilan yolg'iz qolganda, sendan bunaqa labashanglikni kutmagan edim. Vallohi shu paytgacha sendan hayiqib kelardim. Bugundan boshlab sendan ham qo'rqmaydigan bo'ldim dedi. Arbat uning so'zini kesdi. Shoshilib xulosa qilyapsan do'stim. Avval bo'lgan voqeani eshit. Hammasini bir boshdan aytib berdi. Qilichni sening boshingga solishni istarmiding? Omir hech narsa deya olmay qoldi. Bir muddat yo'l yurdilar. Dam olish fursati ham kelgan edi. Yo'llarida bir ikki chodir ko'rindi. U yerda o'zlarini mehmon qiladigan bir oila bo'lishi lozim edi. Ammo Omir birdan titrab ketdi. Shosha-pisha bo'g'zini changalladi. Unga nimadir bo'ldi va qattiq og'riy boshladi. Holbuki 5 daqiqa burun ham hech narsadan darak yo'q edi. Og'riq tobora kuchayib, vujudini qaqshatdi. Bu ahvolda yo'l yura olmasligi aniq edi. Baraka bersun Saluliga degan joyda bir ayolning chodiriga yetib kelishdi. Omir o'sha yerda mehmon bo'lib qoldi. Bir muddat uni davolashga harakat qilishdi.
Ammo butun harakatlar zoye ketdi. Omir qadam-ba-qadam o'limga yaqinlashardi. Madinadan chiqqanlariga endigina 3 yo 4 kun bo'lgan. U yerdan buqaday sog'lom holda chiqqan Omir endi hayot yo'lini oxiriga borib qolgandek edi. Bo'g'zidagi bez borgan sayi qabarib borar, chekayotgan og'riqlari darmonini quritar, nafas olishlari qiyinlashardi. Omir yigit edi. Qahramonlarga yarashadigan holatda ot ustida jang qilayotganda o'lish orzusida edi. Kasallik to'shagida ingray o'lib ketish arablar orasida ilgaridan uncha xush ko'rilmagan ish edi. Shularni o'ylarkan Omir birdan baqira boshladi. Tuyalar kabi o'lishmi, ey Omir o'g'illari? Salul qabilasidan bir xotinning uyida to'shakda o'lasanmi? Yana bir marta, 2 marta shunaqa deb baqirdi. Keyin o'rnidan sapchib turdi-da, nayzasini olib otiga mindi. Tuyalar kabi o'lib ketish ekanda, Saluriyning uyida tuyalarday o'lim topish shunday kunga qoldimmi-ya, der edi. U tinimsiz baqirar, otini o'ng-so'lga choptirar, o'zini dushman ustiga hamla qilayotganday tutar edi. Nihoyat nayza qo'lidan tushdi. Chopib borayotgan otning ustiga yotib olguday egilgan vujud ko'z ochib yumguncha fursatda yerga quladi. Yoniga yugurib kelganlar uni ko'tarib qarashdi. Omir ortiq nafas olmas edi. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizga katta ketgan Omir yana bir marta u zotga yo'liqish fursatini topa olmadi. Jazo esa tez vaqtda berildi. Uning nishonga olib otilgan qazo o'qi hech adashmasdan joyini topdi. Bunisi hali ilk zarba edi. Oldindagi oxirat hayoti juda rang-barang bo'lajak. Allohning rasuliga sallallohu alayhi va sallamga suiqat hozirlaganlikda va bu yo'lda qattiq tirishganlikda ayblanuvchi sifatida muhokama etilajak. Burni yerlarga ishqalanajak. Alloh azobi g'oyat qattiq bo'lajakdir.